1 million rubl qarz bo'ldim. Rossiyada ishlab turgan vatandoshlar diqqat qiling. Nomingizga siz bexabar millionlab rubl kredit rasmiylashtirib qo'yishlarini xohlamasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Xo'sh, qanday yo'llar bilan sizni qarz qilishlari mumkin? Birinchisi, SIM karta va Zolotaya Korona nomli ilova. Eng katta xato SIM kartani birovga berish yoki tashlab ketish. Manbalarga ko'ra, Zolotaya Korona ilovasi orqali hech qanday hujjatsiz shunchaki SMS kod bilan nomingizga kredit olish mumkin. Hatto tanishingiz ham bilmasdan sizni katta qarzga tiqishi mumkin. Hech qachon SMS kodni begonalarga aytmang. Ikkinchisi, halol kredit va soxta qo'ng'iroqlar. Firibgarlar endi diniy tuyg'ulardan ham foydalanishmoqda. Ular o'zlarini islomiy halol bank xodimi deb tanishtirib, past foizli qarz va'da qilishadi. Aslida esa maqsad sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni qo'lga kiritish. Esingizda bo'lsin, bank xodimi hech qachon sizdan maxfiy kodni so'ramaydi. Uchinchisi, adashib tushgan pullar. Kartangizga kutilmaganda pul tushdimi? Kimdir qo'ng'iroq qilib, adashibman, pulimni qaytaring deyaptimi? Unda shoshilmang. Bu pul yuvish sxemasi bo'lishi mumkin. Siz pulni qaytarganingizdan so'ng bank hisobingizni bloklab qo'yadi va jinoyatga sherik deb gumon qilishi mumkin. Bunday holda faqat bank orqali rasmiy hal qiling. Agar aldanib qolgan bo'lsangiz, qo'rqmang va jim turmang. Huquqingizni talab qiling. O'zbekiston elchixonasi yoki Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga murojaat qiling. Til bilmasangiz, advokat yollang. Faqat jinoiy ish ochilgandagina noqonuniy qarzlarni yopish mumkin. Videoni saqlab oling va Rossiyadagi yaqinlaringizga jo'natishni unutmang.